Italiyaning Pordenone shahrida bo'lib o'tgan Sikam ko'rgazmasi men ko'rgan ko'rgazmalarning ichida eng noodatiylisi bo'ldi. Ko'rgazma o'tkazilgan joy kichkina bo'lishiga qaramasdan, dunyoning 35 ta mamlakatida 700 ta mebel xomashyosi ishlab chiqaruvchi kompaniya o'z mahsulotlari bilan qatnashdi. Dunyodagi eng taniqli mebel ishlab chiqaruvchi xom ashyo yetkazib beruvchi deyarli hamma kompaniyalar o'z mahsulotlarini ko'rsatish, ko'rgazmadagi laminatlarning rangini ko'rib ilhomlanib ketdim. Xudo xolasa yaqin kelajakda mana shu ranglarni ishlatib ajoyib mebellar yasashni ko'nglimga tuyib qo'ydim. Orada ko'rgazma doirasida bo'lib o'tayotgan mebel sammitiga ham kirib chiqishga ulgurdim. Asosiy sabab bu sammitda birga borgan hamrohim Odil aka nutq so'zladilar. Xorijlik arxitektor, dizayner va investorlarga O'zbekistonning investitsiya potensialini taqdim etdilar. Ko'rgazmada qatnashayotgan har bitta kompaniya o'zi nimaga qodirligini maksimal ravishda ko'rsatib berishga harakat qilgan. Oynachilar oynadan shunaqa narsalar yasab qo'yibdiki, endi ko'rsangiz ko'zingiz quvonadi. Yog'ochni endi gapirmasa ham bo'ladi. Yog'ochga shunaqa zo'r ishlov berib qo'ygan, qoyil qolasiz. Shponlarni terishi vobshe super. Xulosa qilib aytganda, bu ko'rgazmadan o'zim uchun juda ham ko'p yangiliklar oldim. Ko'rgazmada ko'rgan yengilliklarimni qisqa videolarga olganman. Sahifamda qo'yib boraman. Bu videolarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying.